Bizning birinchi bosqichdagi qiziqarli o'yinimizga oq kiyimliklar, atritidagilar tashabbuskorlik bilan tunji qitimliq sinoqni ustiga oldigan bo'ldi. Undasi qarab baqsak hozir men sizning birinchi rat turg'uningizdan nimani his qildim desangiz singlim. Baya yo'ldishingiz sizni ayolim deb tunishtirdi shundaqku. Bir ishni qilayotgan odamga nisbatan uni atrofidagi qo'llovchilar bek muhim. Undan boshqa atrofidagi uni qo'llayotgan eng yaqinlarining cho'ng mas'uliyatni ustiga ilishni xohlaganligi texmo suyumlik ish deb qarayman. Endi yo'ldishim bu shirkatni qilyotdi, tirishchanlik ko'rsatyapti, bosh bo'lyapti. Nurg'un ishlarda menmu yo'ldishimga o'xshash jiqroq mas'uliyatni ustiga ilib, mardonlikni o'tirib chiqishim kerak deb o'ylagan bo'lsa kerak deb qaradim. Go'zal xiyollarim. Bu ishlarningki men o'ylagandimi go'zal bo'lishini umid qilmasanglim. Lekin endi bir real masala bor, qo'rqamsiz. Qo'rqaman. Unda esa biz birinchi bosqichda qandaq umaq bir hayvonning ko'z oldimizda namoyon bo'lganligini ko'rib boqaylik, ya. Qani, marhamat. Rahmat. Ashtamma ma'qul. O'yinning qoidasini men tushuntirmasam, ko'pchilikka yotib ketdi shundaqku. Mana shundaq qo'limiz orqali shundaq sunib beramiz qo'limdagi mushu umaq hayvonni, ya. Ash qol bo'lsa mayli. Eng oxirdagi mayirimiz bo'lsa, mudro turib chilakka soladi. Vaqt hisoblanadi. Yerga tashlab yetishga bo'lmaydi. Naytdi tartibli holda, o'ngishli holda bir-biringizlarga yetkazib, hamkorliklarning natijasi oldida eng oxirida chilak solsanglar, qut qozongan bo'lasizlar. Sizning ma chiroyliligingizga, nozikligingizga qarab, hozir rostga qilsam, voy kichik. Sizga tutmayman, zulqima tutma. Qanday qilamiz? Muzlusim men qo'rqib kelman ekan. Qo'mchoq ekan. Toshbatlar nima? Amsi, boshlamsiz. Sen toshbatni. Bu sakrabli. Men kichik jig'imdan bek qo'rqitgan qo'mchoq. Ashtama. Bek yo'qon ekan. Sizning tayyorligingiz bormi yo'q? Agarda oldingi qitimda musobaqa qatnashganlar, shu qiziqarli musobaqa qatnashganlar, hammasi qo'rqaydigan hayvonlarni nima g'ayrat bilan tutyapti desangiz, shu men o'zim qilayotgan shu marka, shu shirkatning obrazi uchun, keyingi taraqqiyot uchun bir kishilik to'kpan bo'lib qolgan degan orzu bilan shu g'ayrat beryapti shu mazmun. Endi hozir sizda uningdan ortiq bo'lgan yana bir mazmun bor, u bo'lsa-mu yo'lishimdan qilayotgan ishni. Yo'lishimdan qilayotgan ishni amaliyatim bilan qo'llab, muhabbatimni yo'lishimga mush shaklda bildirib olsam deydigan fursat bo'lsa agar, balkim u sizga g'ayrat bera olishi mumkin. Texim bisim qiladim afg'on. Men ag'andan keyin tutsa endi. Yo'lishim bo'lgan muhabbatimni isbotlay degan mazmun kelgan chog'da g'ayratga to'ldim, qizim bir xil suyunib ketdim. Nima qilamiz desam, o'g'lami? 1 2 3 hayrat qil. Rejissorlarning musiqalarini kirishtirib ekan. Hayrat. Yaxshi bir yerim qazandingiz. Mushunchalik ish bu. Bek bo'zat malkin aytdim. Yaxshi, g'ayrat qiling. Yo'lsiz ta'xirni ketdingiz. Mana shu yer bormi? Qanaqangiz? Yer tutgan bo'ldinglarmi? Voy, meni tutayvering. Yo'qim pakka. Men video qoldim. Kilometre olmaz. To'xtanglar, men ko'rib qo'yay. Canım zulqman nimda tutqansiz unda yo'q. Yo'q, ya qo'rqmaydi ekansiz. Bo'ling. Qarang, shu nozik qizni tutyapti. Qanday tutman uni? To'xtanglar, men yo'q qo'yib turay. Shakar tushgan bo'lsinlar, diqqat qilinglar.
Hoca. Hayır, Oturkensiz Ufkam. Taşlamak makmal. Ya kokmaydı gelsin. Kanı kabrım. Kanı kabrım. Kokmaydı gelsin. Kız oldu. Ay şunda kokap kırıp tutuverdi lekin. Ayaq əvəsinizi buludu. Qaran. Qeyrət qılıb tutuqlamcı küvər cümqlam ayaq əvəsinizi buludu. Hocam. Şeyi de evden tutun. Kolunu tutalım. Bana süper kolunu. Tutulma. Özümüzün grubu için defteri söylesem. Qeyrətini yeyib kəsin nöllü buldu əməlanın nəticəsi. Nədən tutanlar? Qoçuğum Güzel böyle bir şey kokmadım aslında. kokap kokulmaz lazım. Adam anam. Hayratına. Bak kendi kadar tutması çağı ne? Bak tutuyorum. Kolunu tutun. Tutulmak mı? Ay əməliyyat üçün biz bəzi yeni bir xil nəzər. Hay. Qaram. Biz hazır pakın bir xil səhətdə bir jirginimiz var. Məsələn bəzən zaman. Lakin bunda qarab baxsan pek mi sat umaq yerlərim var ki buna. Aşağıda boylağa umaq ki bu da tutmam. Qaram. Nəmə kim qoxlaydıgan boldu məzər. Olmaz. Siz alsız niyə verirsiniz? Hə? Adam almaşdırsak. Men bir fikir çıxdı adam almaşdırsak bulamdı deb boldu. Almaşdırsak deməkçi. Qayoqqa? Axırda sürət tutalsa. Ben bir deli kaldı. Sürvetlenlendin. Ondak bolsan, bizim cezarımız da bilsiz o. Ben işim kılamayım. Kızlarla oyun kösüp geçim gerek hazırma sekrep bir hiç kitabımda koku aldım ha. Elif ananı bireyim. Ha alıp ilk verin. Ha ilk versiniz yana oyun kazanma. Meya turun Elif birey iş kılamayım ben. İyi yaşamayım. Meya turun Elif birey. Kızlarla Lan. hay hiç kendisini tutuyorlar. Kız bakma lekin. Yani ekipte yakıp turun. Meyli. Şimdi turat farklı tutuyorlar ayaksı. Dikkat hiç tutuyorlar. Çalım tutuyorsunuz. Yoksa yanına tutuyorlar. Güzel asan bulamta. Bulamta. Oy ele düştü. Tunga mana. Yıldırma. Maya çıkırma. Aferin ana çıkmadı. Tunga mana. Kolap tutuz geldi. Hem de Kondolda. kulağıma Bulamta. kandak oldu. Nasıl çaldık mana? Sep olalım. Ahırdaca tamamladı. Lekin muvaffaqiyat bo'lmadi. Şunu to'yçanlar məsləhətləşib bizə bir qızqarlıq nömrə köçüb versinlər kerak. Ahır aldım bu maya içip ketganini. Yerişib kəs nömrə atımız degan. Lekin g'ayrat qildingiz. G'ayratingizni toptiring. Herkes almaydım. Şu oyun gösterişten korkulam ağam dedim. Aşdama, başdan desam-chu gapni. Qo'y shundaymi. G'ayrat qildinglar lekin. Siz ben g'ayrat qilyapsizmi? Xali uzun tutdim. Xili uzun tutib turdingiz. Lekin endi musobaqaning qoidasi shu, musobaqaning qoidasi bilan o'ynaymiz. O kichik vaqtimizdami qoidasini buzadigan bolalarni chidamasdan oraga olmay to'q. Endi darrov ustodinglar cho'qim o nomer ko'rsatmasanglar bo'lmay, to'tinglar birga kelib darhol maslahatlashib qilib bir nomer chiqarib beringlar endi. Xo'sh, marhamat. Yeşil tukan bu yolda senin yukan Hakikaten yeşil tukan bu yolda senin yukan Yar yadımda yetkende gelmeydi kemirin uykan Yar yadımda yetkende gelmeydi Rahmat. Rahmat sepatatinglar. Rahmat. Unda siz nimani his qildinglar bugungi musobaqadan? Siz nimani his qildingiz uqam? Qilmaydigan ishni mo qilg'ili bo'lganligini. Siz bek yo'natdingiz o'zingizni. Haqqini tuta olaman deb o'ylab baxmagan. Sizchi? Men shundoq, men de qo'rqdim. Chiqib qancha
cho'ng bir ishlar yuz bersimi aslo tutmaydim men paqanichu bu oldimda bu qo'rqishimda kecha go'rapamni nim qilmay qolmay deb tutgandim yana mag'lub bo'ldim lekin tutdingizda o'zingiz yerdingizda shundami g'ayrat qildingiz-a uni o'zingizga oxirida ang maxfiyatini o'zi daplayapti nima nomer ko'rsatishdan qo'rqib tutayotdim deydi sizni doplash osonki amaliyotda siz juftkam sizni baqliqni kilamiga oyoqtiliqi qiyachi yapayotgan vaqtda siz qo'rqib berib bo'lgan-a men nima kerak qo'yilgan odam almashtirib bulamdi deydi birdan nush oshni tutamdim deydi birdan nega salamdim deydi birdan ish qilib topolmay ketib qo'rqib qandoq qilsam bir chukdama yo qutulama deb o'yladingizmi ikkalamizni men qilib o'tay deb o'ylagan lekin buni ko'rmazam qo'rqdim tutishga nega qo'yilib bo'lmaydi qaysi yo'q qo'rqaydingiz odatda shundami tunchi qatim tutishim lekin deymizmi poqani kim tutadi hamda bir o'ynab kichiklar saralarda o'ynab tutib boqqanlar bo'lsa qandaqki bo'lmasa bir qo'rqinish chiqishqu bu hamda g'ayrat qildinglar lekin ammo davris qo'rqdingiz men uni bilib turdim siz juftkam siz ham g'ayrat qildingizmi dastlabda qo'rqandim keyin shuni bilan oyoqdan keyin mening yuragim to'xtab qoldi qo'rqmaydigan bo'lgan yo'q keyin qo'rqmaydigan bo'lib ketdim-da tutalaydigan oldin misol borda sizga baq qo'rqqanlarni tutayotgan bo'lgandikin men tutalayman deb o'yladim sizga bir signal keldida baq qo'rqib kelsin ishqa tutqili bo'ldi-ku degan bir signal kelib bo'ldi amaliyotda bu yoqqa g'ayratingizga opirin buldansa chapatatdinglar qarang marhamat turimiz boshlangandila bak qizib ketdi ko'pchilik bak umoq ishlar bo'lib ketdi undan so'ng ikkinchi guruhdagi do'stlarimizga qandaq kichik hayvon chiqdi taqozo bo'lyapmiz siz bek botirlik bilan amalda turasiz o'zingiz tanladingizmi to'g'ri kelib qoldimi men tanladim o'zingiz tanladingizmi siz qo'rqmamsiz odatda unda kichik hayvonlardan qo'rqaman lekin men keynimdagilarga aktiv energiya beraydi uchun unda yaxshi ashta deganingizga bek qo'rqaydigan birisi chiqib qolmasa bo'ladi-da shu undan so'ng qani ko'rib boqaylik marhamat sizning eng qo'rqaydigan kichik hayvon qaysi siz eng qo'rqaydigan kichik hayvon paqa uch bo'ldi-ku shu xotirjam dangar men mudratudu kichikroq kiraga qo'rqamisiz qarang oye oldirib tutib oldi bek salmoqlisiz uydan to'shqan umoq bo'lgandikin ajab odamlar omroqlik kelib qarang umoqlikni ajab ta'limlar bakaslarni bek tamkin o'tib ketdinglarmi bosqichdan siz bek tamkin-ku boshqa narsa o'smashda tamkin bo'lamdingiz yo to'shqanni ko'rib xotirjam bo'lib qoldingizmi hamma narsa mendan kichikku chiqish yeyish imkoniyati yo'q faqat moga bek payzg'u hamma narsa mendan kichikku dinbek mushuncha qopti chiqqan narsa mendan kichik shu mening manga xatar kelmaydi deb o'ylayotgansizda agar zararlik bir narsa bo'lib qolsa choyon degan bundan narsa chiqish mumkin emas-da buyaga aqlli odamlarga amal yo'q sizchi sizni qo'rqmadingiz-a sizga faqatla voyjon deb lahan sizdan ko'rib umoq qilib xulosangiz bormi bu o'yindan sizlar bek oson o'tib ketdinglar oldinqidek qo'rqinchli hayvonlar chiqib qolsa deb shu men boshdan tanlagan lekin bak umoq hayvon chiqdi afsus degan gap kelmaydi bu yerga menimcha bu yerga agar niyat yaxshi bo'lsa o'ylamagan mukofotlarni hayot o'zi berdi degan gapga to'g'ri kelarmikin deb o'ylayman yaxshi niyatdan turgandingiz-a siz qanday xulosaga erishdingiz qilaydi qilib bo'lmaydigan ishning mavjud emasligini bildim lekin sizga nisbatan aslan to'xtadi bu ish biroq agar siz qo'rqaydigan hayvon chiqqan bo'lsa-mu jur'at qildingiz shundami u qo'rqish qo'rqmaslik xijil bo'lish deganlar hammasi qalbidagi ish u amaliyotda mavjud emas degan shunga o'xshash qalbingiz qo'rqmayman degan idea shakllanib bo'lgandan keyin
To'shqan endi sizni qo'rqamsiz, qo'rqmamsiz deb so'rab jursam, satdilar endi. To'shqan mendan qo'rqib ketdi. Sizdan qo'rqib ketdimmi? G'ayatlar opirin muborak bo'lsin. Qani, rahmat sizlarga. Musobaqa o'rnimizga xush keldinglar. Nafasingizni. Hozir biz jiddiy. Hozir bular sizlar jiddiylish bilan badinglar hozir, men his qilib turyapman. Qatnashmasak bo'lamdi deb so'rab ulgadi mendan. Sizni yurak ozroq titrayapti. boshqa javobsiz qolsa, Ko'rib turib olsam qo'rqmayman deyman-ku. To'g'ri. Xatarni ko'rib tura olsak, u balkim bexatarlik bo'lmasligi mumkin. To'g'ri. Ko'rinmagan xatar eng qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Aqlli ekansiz. Xo'sh, undaq bo'lsa, ochqayli, ha? Qani, marhamat. Ben bir qarab baqaya. Yurakdan deb ketdi. Yuragimni o'zgartirib qo'rqinchli. Men o'zim qo'rqinchroq qarang. Lekin sizlar hammalar mendan botir ekansizlar. Uy! Ben qo'rqadigan ekan. Sen nima deydi bu? Ay! Voy, chay bu bek. Bek yomon kendimden çık bu. Bek işim çık ya. Kaç kancık ya. Ben mi karayamadım? Oy, 3 dal ki 3 dal. 3 dal? 3 dal bak ya. Bu neymiş çıkmadıydı. Oy. Kundaktan ne? Hani emdi gayret koydun ha bugün. Bir gayret. Medet veriyorsun açı. Siz bugün muşu ötkelden ötüp kelsiniz. Kat. Qalbi qan bo'lsizmi? Qanaqadan ko'rmay turiblaymi? Ne qarayapti? Yomonlikni. Eng qo'rqadigan narsam chiqib qopti. Ben qo'rqdim. Qarmayla alam sizga. Yaxshi g'ayrat qildingiz, batur. Ishladimi? Yo'q, ishlamadi. Medet beringlar-chi ko'pchilik. Qo'rqmaydi, aytlayapti. Mayaqni mana olaychi. Ben qo'rqinchli deb mayaqni. Lekin hayrat qildingiz. Muborak bo'lsin. O'zingizni yandingiz, eng muhimi hayrat qildingiz. Men qulog'imdan yunug'im kelolmadim-ku. Men gruppamning mag'lub bo'lib ketishdan qo'rqdim. Men sababli gruppamning mag'lub bo'lib ketishdan qo'rqdim. Ko'pchilik tirishayotgan bo'lsa, men tirishay dedim. Qanday xulosa keldingiz? Har qanday bir narsaga dadil jur'at qilganda g'alaba qilgan ekan. Arlıqda vaz kechish o'ylab baqdingizmi? Vaz kechayim deb baqdi. Lekin men vaz kechganimdan kaynimdagi gruppamdagilarni mag'lub qilib qo'ydi ekanman. Mag'lubiyatning egisi bo'lib qolishdan qo'rqdim. Siz qancha yoshga so'rsam bo'lamdi?
30 yaşga kirdim. Siz yaşınızın kiçikliğine qarmay bu qizdagi tamkinlikdan men bek hayron qoldim juma. Chonqur nafas ilib oldi, shunda chiroyli agildi. Chonqur nafas ilib beryapti, unutib yana bir chonqur nafas ilib o'zini o'ngishdi. Bu qanday siz odatda masalalarga mushunday salmoqli bilan muomala qilasiz? Mijozim sal ig'ir besiq odatdim o. Shu ba'zi ishlarda sal o'zimni besilib cho'qim men qila olaman deb o'zim ishonchim bilan. Nurg'un ishlarda o'zimni besib olganini ko'rgandan keyin qo'rqashda o'zini besib olganini tunji qitirib ko'rishimdim. Qo'rqish kelgan chaqda o'zingizni besibli qo'rqayotgansizda. Demak, o'zingiz eng qo'rqadigan ishlarga jang e'lon qilib yengan vaqtimizda amaliyotda u ishni unchalik qo'rqinchli emasligini his qilamiz. Shuning bilan bir vaqtda o'zimizning xil kichik ekanligimizni his qila olamiz, shundaqmi? Demak, biz qo'rqadigan narsaga jang e'lon qilib yengan vaqtimizda biz qo'rqmaydiganlar qatoriga kiramiz degan gap. Muborak bo'lsin. Sizning xulosangiz nima bu bosqichdan? Meni xulosan oyog'imni qilamasam men nima ish qilolmayman. Endi shoshqan degan istamagan narsa emas. Kichkina bir javob. Oyoqlar qancha shu qilammi deb qolmasin deb o'tyaptingizdan ha. Lekin Batirkan siz rahmat sizga. Siz ukum. Da qo'rqdingizlar lekin. Rostga qilsam, chiroyingiz tattirib ketdi boyag'imi. men bugun ish qilib tayyorlik jarayonida hammadan bak qo'rqib ketganimdan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Dedim, yo'q, nima chiqdi, bizga nima chiqib qoladi, baxtim bir qo'rqib ketgandim. Shoshqondan odat. Umoq chashqanga. Qori olg'izlar chiroyiga. Aplapli quyruqni Bunda qarab ko'ryapsizda. Siz o'zingizni burun xil bir qo'rqanchoq deb o'ylamdingiz. Men qo'rqanchoq amaliyotimni hamma narsadan qo'rqatdim. Endi bugun hozir qo'rqmaydigan bo'lib qoldingiz. Amaliyotda oldimizga kelsa unchalik qo'rqinchli emasga deb siz eng cho'ng xulosiga ega bo'ldingiz degan gap. Biz shu So'di Chamberki sahnasi orqali nurg'unlagan qo'rqaman deydigan kishilarimizning qo'rqmayman deydigan kishilar qatoriga o'tib ketishiga guvohchi bo'lganligimiz, sababchi bo'lganligimizni bak xo'shaljumu. Rahmat sizlarning g'ayratinglarga. Apirin sizlarga. Qani marhamat, rahmat. 4-guruhdagi mahirlarimiz taq bo'ldi. Undaqda 4-guruhdagi mahirlarningki g'ayratini sinashqa qanday qaydan to'g'ri keladiki birlik ko'rib baqaylik. Qani marhamat. Men misal qo'rqaydiganlar bo'ldim juma hozir. Hadi o'zingiz tanlab oldingizmi birinchi ratni? Men birinchi o'rinni. Sizning bayqada ko'rib turib, men bo'lsam bo'lay deb sizda. Hadi. Yılan emasda. Yaxshi yılan emas. Siz odatda o'sha hayvonlardan qo'rqamsiz ya? O'sha hayvonlardan qo'rqib ketmayman lekin. Gul o'stirib baqqanmi? Ha? Gulning aslarini ko'lab ba'zi Sazan qurtganda, ha? Tamamda. bir siqim. Doğru. Pelek yoğun basam bulaki. Palay kiyib olganmisan deb qo'ying. Hozir shu palay kiymay qo'lda tutgan sezgulikdan kelib chiqadigan qo'rqinish va uni yengish degan masala bor. Çok konuştu ben için asam bula. Hadi onu sanab bulamaysiz bir siqim. Qani undaqda. Kılalayım ne? Tutay Ha. Uy. Hech qisi yo'q bir sinab baqdingiz emasmi? Tajribaga ega bo'ldingiz. Ha, mana tutum. Çikolata. Xolajon. Xolajon. Nima narsa ekan? Yaxshimisiz? Xeyli yaxshi qaldingiz. Ha, shunday bundan bundan deb qolamiz. Bek umoqqa bu hozirgacha qo'rqyapti. Ay bir qarang, ha bo'pti. Sizga qilsam men qo'rqaydim. Siz oxirgi programmada yurib xil qo'rqmaydigan bo'lib qolgan o'xshayman. Çıkmagan evden. Ben qo'rqandingiz-da, nima chiqib qolar, nima kunlarni ko'rib ketaman deb. Lekin botirlik qildingiz. Rahmet. Muborak bo'lsin. Rahmet. Nimani o'yladingiz-da?
Vazgeçishni o'ylamadingiz-ku deyman. Yo'q, vazgeçishni o'ylamadim, lekin buningki tutib olgandan keyin men yerga tashlab qolamanmi deb. Shundan qo'rqdim men avval. Lekin cho'qim g'ayrat qilmay deb ishonchim bordi o'zimga. Hozirgi hissiyotlaringiz qanday masalan? Hozir qilolmayman deb o'ylagan ishni qilgandan keyin odam bir xil muvaffaqiyat tuyg'usi jumilib bir xil qo'shilib qoldim. yaxshi. Rahmat sizga. Siz temkinlik bilan tamomladingiz bu vazifani. Boshqa hech qanday qo'rqinch bo'lmadi asosan. Qo'rqinishmi yo'q? Siz nimadan qo'rqayotdingiz amaliyotda? Abayqda chiqqan yoki bizning oldingi qismlarimiz chiqqan kichik hayvonlardan qaysi chiqqan bo'lsa, bugun qiynlatdingiz. Paqa. Mumkin. Paqani keltiringlar. Rahmat sizga. Siz bek umaqdiki. Xizmatga nima chiqarki deb qo'rqandim degan bilan men qo'rqadigan narsa emasga. Oshtoma. Boshqa ko'rib bo'lib bundan keyin qo'shalliqni oldingiz deylik. Yo'q, ko'mdim. Siz akaga ko'rib qoldim. Undan keyin qo'rqmadingizmi? Men qo'rqadigan chashqan bilan paq chiqib bo'lgan ekan. Shu xotinsiz. Qanday xulosa keldingiz-da? Bir ishqi cho'qim yaxshi o'zimizningki g'ayrat qilganda cho'qim g'ayratimizga yetimiz degan his qildim. Undan boshqa har qanday qishqa g'ayrat qilsak, tirishchilik ko'rsatsak, utuq qozondik ekanmiz degandan boshqa har qanday masalaga nisbatan pozitsiyami bek muhimchu. Men mushuni cho'qim qilib yetishim kerak degan pozitsiyangiz bo'lsa, balkim sizniki g'ayrat kuchliroq bo'lishi mumkin. Andan keyin bu ishni qila olaman deydigan ishonch bo'lsa, shundoq pozitsiya bilan qilsangiz balkim ham yaxshi qila olashingiz mumkin. Siz shuni his qildingizmi? Qanday masalan? Qo'rqdingizmi? Hammadan qo'rqaydi. Qo'rqmagan taqdirda mo'chiqim tenda aymina shurkinish. Endi siz qanday yandingiz? Endi ko'z qo'rqu qo'l batoda. Ko'zimiz qo'rqqan bilan qo'l tiqib qiysak, har qanday ishni qig'il bo'ldi ekan. Rahmat, pek chiroyli xulosa qildingiz. Rahmat sizlarga. Chapat atdinglar, lekin bizga har bir qayta mushu musobaqa qiziqarli musobaqa bo'lgan vaqtda mayli men bulay, mayli ekran oldidagi televizor ko'ruvchilar bo'lsin, meningcha cho'qim yana bir qaytim g'ayrat kutildi deb o'ylayman. Shaxsan men shunday bo'laman. Har qaytim sizlarning qo'rqininglarni ko'rib turyapman. Ideyada to'qinish qilganinglarni, jang qilganinglarni ideyanglarda his qilyapman. Undan keyin nurg'un narsalarni o'ylab, oqibatni o'ylab, boyqa degandek numus kuchi deymiz. Nurg'un narsalarni o'ylab oxir g'ayrat kelganlarni ko'rib turyapman. Shu qilg'ili bo'ladigan degan ideyaga bizmi keldik-ku ko'rib. Sizlarning amaliy misollar orqali bizga shunday aktiv energiya taqtish kuch qo'shqininglarga rahmat aytamiz. Rahmat. Qaninglar rahmat. Qiziqarli sinoqlarimizni muvaffaqiyatli tamomlab oldik. Endi naq maydondagi bizningki ustozlar, korxonchilar balkim bayqi ahvollarga nisbatan nurg'un narsalarni degisi bor deb qarayman. Oldi bilan biz shu Abobakr apandim bilan Mehmet Kerem apandidan sizlarning ishbodanglarga nisbatan qanday baho berganligini bir anglab boqaylik. Hammalarniki qizg'inligidan intayin mamnun bo'ldim. Bo'lib ayolim uydimi bir cho'ngroq chivim bo'lib qolsa-mu qo'rqibdi odatda. Bugun chashqanda tutganda hayron qoldim o'zim. Amaliyotda yushirin kuch hamma odamda bo'ladi. Ishki kuch bek muhim, ishga omil, shundoq-ku. Ashtakan. Endi bir ayol kishi qizlar bu qurtlarni yashashgan paqlarni anda tutib qilishi odatda zo'r g'ayrat ketadi. Bo'lib mama oq kiyimlar grupasiga Zulqima xonimniki shunchalik uzoq vaqt paqani tutib turgani hamda. Haqiqatan hayron qolarlik bir ish umi. Kelgan hammalardan ayt suyundim, rahmat hammalarga javob chekdinglar. Rahmat sizga, rahmat. Endi bu yerda ularning g'ayrat jasarati, ularningki botirligi bizni suyuntish bilan bir vaqtda texmi muhimi, endi bularningki kollektivizmlik ruh, bulardagi hamkorlik ruhi bizni texmi suyundirdi deb qarayman. Endi bu kollektivizmlik ruh, bu hamkorlik ruhi albatta mushu Xinjiang biotip sog'lomlik boshqarish cheklik shirkatining bir boyligi desak tamoman bo'ladi. Shundaqku, Abobakr apandi, sizning qanday ko'z qarashlaringiz bor? Men haqiqatan suyundim vakolatchidan. G'ayratiga afirin. Hammalar shunday yaxshi g'ayratga kelib bizning bir kollektivimizning, markamizning inovati uchun
qilib qutlaganiga qattiq xush bo'ldim, suyundim. Agarda sizlarga shu sınaqlar kelib qolgan bo'lsa, o'talamtinglar, ishqinglar. Bizmi sal qo'rqishimiz mumkin, lekin o'tibdik. Hammasidanmi? Siz odatda qaysi kichik hayvondan bakra qo'rqaysiz? To'xtang. Ayolingizdan so'ray. Yo'lchingiz qaysi kichik hayvondan eng qo'rqdi? Paqidan qo'rqdim. Paqidanmi? Ababek apandim sinab baqamdi. Mayli, sinimisammi qo'rqishim inoq. Lekin tutalamdan zaruriyat bo'lsa, shunda zaruriyat bo'lib qolsa, qat'iy ishkilanmayman. Paqa. Chunki vakolatchilar yoki bir ishni qilayotgan kishilarga nisbatan ularning qo'llovchilarining g'ayrat jasorati, qo'llashlari, hamkorlik ruhi, kollektivizmlik ruhi, tirishchanligi muhim bo'lib qolmasdan yo'lboshchilarningmi g'ayrat jasorati, ularning pozitsiyasimi bak muhim. Shunlashqa sizning o'zingizni yengishingizni bir ko'rib baqaylik. Paqini bir harakat beringlar-chi ko'pchilik. Mehmet Kerem efendim, siz nimadan qo'rqsiz? Qo'rqmaydigan birini deb berib qutulmoq mendan-a. Nimadan qo'rqdi? Ayolidan qo'rqdi-ki. Ayolidan qo'rqdi deb qo'ying. Men buniki unda hayvonot degan narsadan qo'rqishni faqat bilmayman. Hamma narsani tutib o'ynab kichik vaqtlardagi shoh ekanmish. Bunun bilan amsi qo'rqtamayotganmizda. Bunda narsadan qo'rqmaydi. Bu kichkinalarning bir singlar vakil bo'lsanglar, hisob qani paq keltirilsin. Biz 5 ni sanagacha tutib tura olsangiz bo'ladi. Qanda asan Mayama satpaqiga. Ama bekle efendim biz 3 ni sanagacha tutib tura olsangiz. Qalab umidsiz-misinchimi? Ha, shu muhim masala. Qani, marhamat. Apak işleri cima. İşleri av. Bir, iki. Hesap emas başqadan. Yana bir qaytma. Qarab turib deydi. Bir, iki, üç, dört, beş. Yaxshi. İşte kapırıydı da ki. Rast qo'rqayotgansizmi his qildik. Lekin mush kollektivning yuziga sat bo'lmasin deb o'yladingiz hozir. Uning ustiga men yaxshi ulgu bo'lamsam, bo'lmaydi deganimni o'yladingiz. Sizda mas'uliyat, nomus kuchi, undan keyin nurg'un narsalar birlashgan ideyalar bilan sizga turtkilik rol o'ynadi. G'ayratga keldingiz. Rahmat. Endi bu yerda biz sizni qiynash emas maqsadimiz. Sizlarnimi shu? Biz faqat sizlarning o'zinglarni yengishinglarni, ko'makchi kollektivizmlik ro'yinglarni isbotlashga fursat yaratib berdik xolos. Shu bilan bir vaqtda boshlamchi o'rinda turayotgan kishilarning sizlarga nisbatan samimiyatini, o'zining yaxshi shu boshlamchilik rol o'ynash ideyasini, arzusini ko'rsatib bera oldik. Rahmat sizga, maslahat berganingizga, Ababek efendim. Rahmat. Xo'sh, bayqi sınaqlarımızı ko'rdinglar, efendiler. Undaqda bayqi sınaqlar to'g'risida har biraylarning ishbodlari bo'lsin yoki bizningki o'zimiz chiqargan xulosalarimiz bo'lsin. Nurmamat ma'lum bilan Bambuk efendim. Salom do'stlar, shu biotip shirkatining Soat Chamberki programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan shunday xursandman. Bayatını şunda qiziqarli, qo'rqinchli bir intan güzel bir uyalını hemmini o'ynab chiqdik. Memim shada o'tirib, ras qo'rqdim men malikim ba'zi narsalardan-chi. Endi bu nimani bildirdi desanglar, odatda biz shu turmushda ba'zi shirkatlarni bo'lsin, ba'zi kollektivlarni bo'lsin, ba'zi odamlarni bo'lsin, o'zimizga raqobatchi qilib olamiz. Emet aşağıda yengiyman deymiz. Emet en doğrusu nima desanglar, ular bizning raqobatchimiz emas. Haqiqiy raqobatchimiz o'zimiz. O'zimizdan yengib o'talasak, ular hargiz bizga raqobatchi bo'lolmaydi. Shu oldi bilan o'zimiz qaraymiz ularni yengish uchun. Bu eng muhim nuqta. Endiki qarsam bir necha yil o'zingni shunda majburlab etdinglar. Masalan, bu qiz majburladi. Endi yana bir e'lon bor, titrab turib bir shuni bilan elib etdi-da. Mush ufuq qozongan odamning hammasi o'zini majburlab turib, o'zini majburiy holda ufuq qozondirib etganlar. Mush ishlar qamlashmagan vaqtimizda, yangi elitlikga vaqtlarimizda, bunda shirkatlik agashga vaqtlarimizda o'zimizni majburlaymiz. 4 astirishlarga yoki 10 astirishimiz savodashlar.
Shundalar biz qiyodan bir tuzlanlikka chiqa olamiz. Shundan keng taraqqiyot bo'shliqqa erisha olamiz. O'zinglarni bir majburlab etmasanglar, bu davlatda beiboda emas. O'zinglarni qanchalik kuchliligini menga his qilolmaylar o'tib ketsizlar. Hozir qanchalik kuchli ekansizlar? O'sh paqani tutqanlar hozir oldinglarga kelib qolsa, bayatini tutdimmi seni shunchalik bitta deb kapitmagan qilib qo'ysizlar. Shunchalik narsa. Hayotda nurg'ulgan narsalar ashunda olam. Faqat sinab boqmadik. Qo'rqdi xolos. Faqat shuni birla qator o'tkazib etgandiga, mo'shinchilik, nurg'un narsa, mo'shinchilikmi telam deydigan narsalar. Shu o'zimizni qo'rqinchni eng tuvanchaga tushirib, o'zimizni yengala saqlab, o qiyinchilik deydigan narsa, ya'ni shu kallamizda qilgan narsa. Endi o'ylab oldik xolos. Nima uchun bu yoq qo'rqmaydi, faqat nima uchun sizlar qo'rqaysizlar? Shu sizning kallangizda mavjud va nima qildi, yedimi? Hech nima qilmadi. Biz kunlik turmuşda ko'pincha real dunyoda yashagandan boshqa, ya'ni tasavvurlarni yashaymiz. Hayotimizni biz qarg'a vaqtimizda ko'pincha sizlar nima ish qildinglar deganida tasavvurlar. Ya'ni kallanglarda boshqa qo'rqdinglar, tasavvur orqali bu qo'rqinchni o'tdinglar. Bir boshqa o'ltirib mandinglar degan gap. Amaliyotda hayotning oltingildan men sizlarni botir bo'lib ketdi demayman. Nimishqa? Chunki bu tasavvurni yeyitishga muhtoj. Tasavvur sizlar kallanglarda faqat chashqondan qo'rqmadinglar. Paqidan qo'rqmadinglar, qurutdan qo'rqmadinglar. Shu mush narsadan qo'rqmadim deb o'tasanglar, boshqa narsadan qo'rqaverasiz o'xshaysiz. Ammo mushuqning qonuniyatini o'ylab baxsanglar bo'ladi. Men mush narsadan qo'rqmadim. Bunidagi yana qo'rqatgan narsamdan xuddi mushning o'xshash qo'rqmayman deydigan narsa bo'lsa, sizlarda ozroq umid bo'ladi. Bo'lmasa, men sahnadan chiqib ketsizlar, shunlarni hammani unutib qolsizlar. Shunga bugungi mushu narsa qanday deganda tasavvuringlarga yordam qila olsa, bu tasavvuringlarni texnik kengaytirsa olsa, anada sizlar balkim texnik ilgirlash bo'lishi mumkin. Bo'lmasa o'xshash tursizlar. Endi ikkinchi bir nuqta nima deganda muhabbat deymiz. Muhabbat faqat va faqat qalbidagi ximiylik suyuqlik bu. Odamning ming'isida bir suyuqlik bor. Buni oksitotin deymiz-ku. Davlat tilida suyuqlansa deb qo'ydi. Har qatim odamning qalbida muhabbat shakllangan vaqtida mushu oksitotin degan modda shakllanadi. Bu oksitotin degan nima deganda ayollar tuqqan vaqtda shakllangan narsa. Ayollar bir qatim tuqqanda masalan, qisqa vaqtning ichida badan sog'lom bo'lib ketadi. Ay tug'ish jarayonida o'lgandek, ashta ig'rozdan boshdan kechasmi, tezlam salomatga keladi. Nimishqa? Chunki mush oksitotin degan moddaning ishi. Demak, bu oksitotin degan intan kuchli narsa. Navbat sizlar shunda o'zinglarningki turayotgan kollektivga, o'zinglarning qilayotgan ishiga shunda muhabbat olgan bo'lsa, buning kuchi intan zo'r bo'ladi. Oraliqdagi sizlarning uchirgan qiyinchiliklar va boshqa narsalarning hammasi mush muhabbatlarni davolanib ketgan gap o'zligidan. Shunqanday deganda mush muhabbat bo'lmasa, sizning kollektivda faqat va faqat qo'rqinch, faqat va faqat bismillah bo'lsa, uzoqqa bora olmaysizlar. Shunqanday deganda bayotin agar mush kollektiv mag'lub bo'lib ketdi, hatto yosh cho'ng ochlarimiz bor, men mush muhabbat sababidan mushlar bo'lgan, men mushlardan mag'lub bo'lib ketmasa deb tirishdim, ammo bu g'oyat zo'r bo'lgan bir kuchni shakllantirdi. Uyda bo'lgan bo'lsanglar, bir ta chuvindim qo'yib jo'shangiz mumkin-da. Shunami? Demak, bu nima deganda bu muhabbat sizlarga mushlar yordam qiladi degan gap. Shunga mushu muhabbatning bo'lsa, sahnaning sudlanmas, davomli izchil turmushingizga keng yeyilib, minishini chin ko'nglimda umid qilaman. Rahmat. Undaqda biz baya hammaylar birlikda qiziqarli musobaqa jarayonini ko'rib o'tdik. Endi natijasini e'lon qilishdan burun ishga apandidan so'rab boqay, mukofot bormi? Kutib chiqqanlarga? Mukofot bor. Ne mukofot? Oltin zanjir. U amisiga ya? To'rttaylar. Bir gruppdagi to'rt odamga. To'rttaylar amisiga birdan oltin zanjir. Oltin zanjir. Bulutsi bor oltin zanjir. Unda bulutsi oltin zanjir. Unda xizmatchi xodimlar bizga chempion bo'lgan guruhni aytib bersa, chashqan tutgan guruhga chempionlikka erishibdi. Muborak bo'lsin. Qani unda mukofot qo'yimini hozirlab beritamdi. Qani marhamat apandilar. O'zining ayollig'i sahnada zanjir so'qqisi yaxshi bo'lamdi-ku. Yaxshi bildik dedi. Muborak bo'lsin, oltin zanjiringlar yarashsin. Undan boshqa o'zinglarning mahsulotlaringlarni so'qildinglarmi nima? O'zimizning mahsulotlar. Qancha pullik mahsulot bu? Bu 880
880 koy. 880 koy. Nima mahsulot? Biyotip şirketi ishlab chiqargan davoyimishga oliy quvvat. Zincirimiz şirketimizden logosu çürülgen altın zincir. İşki er kishi qanday o'ylab topqansizlar, ayollaringlar o'gitibdi-da bu ishni ya. Bizning vakolatchilarimizning to'lisi ayol kishi bo'lgandikin, vakolatchilarimizning hammasining ayoli bo'lgandikin. Ya zincir belginglar ayollarcha uni to'g'ri tushundik, lekin men logolarni tushirishni shu ayollaringlar o'rgatdimi, o'zinglar o'ylab topdinglarmi? O'zimiz o'ylab topgan. Yoshlar degan yana o'xshamaydi. Mübarek olsun. Unda siz çaşkan tutup altın zincir bilen 880 koyuluk mukaffatga erişilgan iş olsa tutsu buladık ya. Çaşkanlığı da boyla atılga deyimler köpçülük ya. Bu elbette nokul aldı ki bir çaşkan tutuşlamaz. Bunun pay bizdep ötken, nurgun mezmunlar juğurulup ketken. Ehmiyetlik bir iş, akıda ehmiyetlik soğukatlarını hep geldiği desek tamamen buludu. Rahmet sizlerge efendiler. Mübarek olsun. Bayıqı mukafat buyumunun şirki 880 yuanlik. Qapның şirki mukafat əmmizin diqqətini tatdı ya. Qandaq məqsulatdır bu bir qıpı 880 yuanlik deb oylagan bilishi mumkin ekranlardagi do'stlarimiz. Endi shu məqsulatlar qatarida o'zinglarninki məqsulatlariңlardan bizga bir tushuncha berasizlar, bir anglab baqaylik. Bizning şirkatning hozir 4 xil mahsuloti bor, o'zimiz ishlab chiqargan. Abdukarim muallim retseptida ishlab chiqargan. Davoyimishki hozir mukofotga bergan mahsulotimiz davoyimishki bu asosan mingni quvvatlab ruhiy kayfiyatni ko'taradigan bizning davomli iste'mol qilib bersak bu uzoqlik yemakligimizning qatoridan. Yana birisi javarish amber, oliy amber degan mahsulotimiz oshqozonning sog'lomligi uchun. Hammamiz iste'mol qilib bersak bu yemaklik. Ammo yana birisi balaning aqliy iqtidorini oshiradigan, uzoqlik to'qlaydigan yemaklik. Bu balla davoyimishkisi. Taxay balla davoyimish. Ballaning mu bor. Ammo mufari avrishim hammaylanga tunishliq. Yurak qon tumu ravalliq uchun ishlab chiqargan mahsulot. Demak, mush 4 xil mahsulot bilan hozir yana izchil olqishga erishib, mengvatsizlar degan gap. Hozir ham davrning taraqqiyotiga ergishib, hammalarninki iste'mol saviyamiz, turmush saviyamiz yuqori o'syapti, shundaq-ku. Endi hozir kishilarninki qo'sqitoq kiyimi butun bo'lish masalasi salbi bo'g'ilni ekan. Biz hozir sifatli turmushga intilamiz. Sifatli turmush uchun sog'lom badan bo'lishi kerak. Shuningdek, sog'lomlik biz uchun bek muhim tema bo'lib qoldi. Sog'lomlik buyumlariga nisbatan ehtiyoj zo'r. Shu mendan ilib aytgan vaqtimi, menimcha sizlarning mahsulotlaringlarni olqishga erishishi turganli gap, shundaq-ku. Endi masala shu mahsulotning sifat masalasi eng muhimda. Menimcha apandilar bu masalani cho'qim birinchi o'ringa qo'yib o'ylashdi deb qaraymiz. Mahsulot mush oldimizda turgandek, hamda shu Shinjongdagi bizlar o'xshash korxonalar ichida sifat yasalib chiqish masalan retsept jihatida hammada oldin o'rinda turaylikmiz hamda. Xalq e'tirof qilgan ustozlarning retseptida alayida uralmalar bilan eng sifatli holatda yasab chiqilgan. Shu bir xil davoyimishkining har xil retseptlar bo'ldi ekan, shundaqmi? Har xil davlat tiyublarning har xil maxfiy retseptlari bo'ladi ekan. Shu bu farqlandi ekan bir xil dorimu. Uyg'ur tibobitida biz har xil dorilarni anglaymiz. Mushu dorilarning amaliyotda bir xil ismdagi, bir xil nomdagi dorining har xil retseptlari bo'ladi ekan. Uning roli har xil bo'ladi ekan, ishlab chiqarilishi har xil bo'ladi ekan. Eng oxirida manfaatlanish darajamizmi har xil bo'ladi ekan. Shuningdek hamda bizningki har xil markadagi mushundaq dorini ishlab chiqaruvchilarning o'zining alayligini so'zlagan vaqtda retseptni muhim o'ringa qo'yishlik sabab mush bo'lsa kerak. To'g'ri. Bizning alayligimiz ham asosan shu har qanday mahsulotni o'zining ahlining o'zining egasining qo'lidan elib yasab chiqish. Hamda ma davoyimishkini hep aytsak, burun ilib yeydigan malham holatda. Nurg'un shimalning nurg'un odamni yemmay, avorchida. Sal qiyinlimizda. Shunga biz buni tablet holatga ekilib, yeyishni qulayliqlashtirib, bir qo'shiq yeydigan yerdan bir tallam yeydigan holatga. Javhirni elish orqali yangi usuldan foydalanib bunda yasab chiqdi. Buni ham tablet holatida ishlab chiqarilgan vaqtda uningki tarkibida yoki unumida
o'zgarish bo'lib qoladimi degan ansirash menda emas, nurg'un kishilarda bo'lsa kerak. O'zgarish bo'ladimi, bo'lmamdi? Buningda hozir boshqa o'zgarish yo'q, faqatla unumi kuchaytirilgan buning. Ha, to'g'ri. Buning javhirni elish texnikasi deb yanada chiqqan texnikadan foydalanib, ilg'or texnik ekan bu. Bir qo'shiq yeydigan onu bir tabletlamaysak bo'ldigan. Unumi oshirilib, bu burunqidan nechasi yaxshi emavi. İste'mol qilishga, unum jihatdan hammasiga yaxshi. Bo'ldi, yaxshi tushuntirib berdingiz, rahmat. Rahmat apandilar. Unda bo'lsa biz endi ikkinchi bosqichga o'tib ketamiz. Yana o'yin o'ynaymiz. Qiziqarli sinoq olib berildi. Musobaqa olib berildi. Bu jarayonda biz nurg'un nazariyalarning, nurg'un fasohatli so'zlarning amaliyotdan o'tkazguchisi bo'lamiz. Amaliyot jarayonida, sinoq jarayonida, qatnash jarayonida biz nurg'un narsalarni his qilamiz. Uningdan boshqa oxirida ustozlarning, korxonchilarning, hammalarning yaxshi gap so'zlari bilan balkim bugun programmadan qaytganda yangicha bir odam bo'lib, qalbiga texmi yaqinlashgan kishilardan bo'lib kelishimiz mumkin. Shunday bo'lsak tilakdoshimiz. Undaqda ikkinchi bosqichlik musobaqamizni endi boshlab ketamiz. Qani, marhamat. Qiziqarli sinoqlarimizning ikkinchi bosqichiga qadam qo'ydik. Qo'limda bir velki bor. 12 tal tangi bor. Har bir guruhdan birdan vakil chiqaramiz. Sinoq shaklimiz qandaq deganda, velkini mana bu yerga qo'ydik. Har bir guruhdan chiqqan birdan vakil jami 4 odamga 12 tangini bilib beraman. Har bir aylanga 3 dan. Tangini mana bu o'rindan tugiltib velkining musha arsiga kirgizalsanglar tutgan bo'lsizlar. Siz başlamışsınız undaqda. Mana. 3 tal tangini berdim. Başlamdik. Az qolgandi ya. Qani, marhamat. 1 2 3 Maxsus maymaq yetiştirdik bunu. Siz geldi ya. Az qalğandı. Axır qıştal. Qani, bir grupdan birdan ayol chiqsin. Bek tinish o'ynag'adsizlar-ku. Bitte övidip. Uy. Usulni o'zgartirib vaqtingizda aytish shaklingizni. Uy, siz bu maqatirkansiz, siz asangiz bo'ldi ekan buni. Uy. Sizlar nima natijaga erishdinglar yoki qanday xulosa keldinglar bu yandan? Biz nima ahmiyati bor bu sahnaga chiqqandan degan savol so'rab qolsam nima deb javob bersin? Uqmidi? Sizchi? Har qanday bir ishni dodillik bilan g'ayrat qilish asosida tavakkul qilib beqish kerak. Tavakkul qilib baqanda cho'qim bundan g'albalarga erishib qilishi mumkin. Biz hozirlikka g'albaga erishamiz, hech qaysimiz. Erishamagan bo'lsak-mi, lekin o'zimizni bir sinab baqdik. Ha, cho'qim ikkinchi qatim qilganda balkim kirib qolishi mumkinchiligi bor deb o'ylayman. Siz sinab qilish jarayonida agar mashq qilsam shuni qilib bo'ldi-ku degan ideya keldingizmi yo oqmaydigan ishga bu qilmasak bo'ldi-ku deb o'yladingizmi? Yo'q, unda o'ylamadim. Cho'qim buni davomli mashq qilganda balkim cho'qim bir g'alba qilib kirib ketish ehtimolligi bor. Qani, marhamat.
Ben bayatın başka dostlarımız kalgan çağda kirem dağında şey kirmem dağında da boylagandım. Lekin bir sınap yakışına oyladım çok. Meyli kirsin kirmisin lekin bir sınap bakay dep koydum. Hem işini körüp bakkan yetmeydi va, sınap bakkan yetmeydi. Ben qıp bakkan, ben sınap bakkan, ben körüp bakkan deyişten özümü baxtli kişiga o'ylab baqsaq, ha? Beqish kerak deb aytdim. Aya. Siz-chi? Sınap bakışını tanladım. Kirib qolish-chi agar dedi. Ha. Kim biladi? Shunda bir gap bor-ku. Hayotimni astin ustin bo'ldi deb qaqshima kim biladi ustining ostidan yaxshiligini kim ko'ribdi deb. Shundami? Ish qilib sinab baqan ro'yinglarga apirim. Rahmat sizlarga. Rahmat. Ko'pchilik bu sınaqning bək təsirini bilib turib, natijaga erishish nisbatining bək tuvanligini bilib turib, yana sinab beqishni tanladi. Nurmamat ma'lum sizningki deydiganlaringiz bormi? Albatta bor. Biotip shirkatiningki vakolatchilarininki bayatinqi vilkga tengini kirgizish jarayoni u rost tasnasa bu. Uni mashq qilish orqali yetamiz. Ammo ba'zilar qolsam shunda astoydil. Yani bazılar qaysam xiyoldoq baribir kirmaydi odam mundalamatdi. Rastdan nimasiga bo'lmaydi. Demak, buni da futuq qozonish qozonmaslik qat'iy masala emas. Biz buni qo'llashmadik. Hozircha eng muhimi ish tutgan pozitsiya. Qanday bo'ldi? Bu pozitsiya hammani belgilaydi. Bu pozitsiyamiz yaxshi bo'lsa, hozir 3 qator atdingiz. Futuq qozonmadingiz. Hech qisi yo'q. 1000 qator fursat bor sizga. 1000 qatordan kirgizamamsiz. 1000 qatordan futuq qozonmamsizlar. Agar 1000 qatorning hammasida bunday aytib qo'yib qo'ysangiz, kirgizalamsiz? Albatta kirgizolmaysiz. Shu bir ish tutgan pozitsiya bir odamning utuq qazishga eng negizlik narsa shu. Li Shaolong nim degan desanglar o'zinglar bilsanglar davlatimizda chiqqan dunyo dangliq gump podshoyi. Bu Li Shaolong degan men har xil gumplarni o'rganib ketganimni qat'iy qo'rqmayman degan. Mush bir xil gumpini 1000 soat, 10,000 soat mashqqa ashanda qo'rqayman degan. Bir gumpini. Qaranglar menga. Bu nimani bildirdi? Odamning utuq qazishga eng negizlik narsa bo'lsa, butun diqqat bilan birlamishni qilish. Birlam narsa qo'yash. Siz zihningni aşağı qo'ysizlar, vujudingdagi ba'zi shavqlarni chiqarayapsizlar. Nurg'un narsani tan qilib olmaymiz, nurg'un kasbni tan qilib olmaymiz, nurg'un shirkatga tan agishib olmaymiz. Eng oddiy ishni uzun yil davomlashtira olgan kishi mutaxassis hisoblanadi. Shundaq-ku? Albatta. Ammo qozonishmi oddiy narsani qayta qilishdir. Ammo shu oddiy narsani qayta qilish eng murakkab, eng qiyin. O'ylab baxmagan o'yin shakllari orqali o'ylab baxmagan hosilotlarga ega bo'lib kelyapmiz. Taklif bergan ustozlarga rahmat, korxonachilarga rahmat, amaliyotga qatnashib bergan sizlar azizlarga yana bir qatim rahmat aytamiz. Biz Xinjiang Biotip sog'lomlik boshqarish cheklik shirkati haqida xil cho'nqur tushunchaga ega bo'ldik deb qaraymiz. Endi apandilar sizlardan so'raydiganim, mushu programmaning ikkinchi qismini ishlashni xohlamsizlar? Xohlaymiz. Qalaysizlar shundaqmi? Undaqda biz sizlarning talabinglar bo'yicha, ham sizlarningki tashabbusinglar bo'yicha tanlangan mushu vakolatchilarga setish vazifasi beramiz. Ham bizning operatorlarimiz qo'g'lab suratga oladi, film qilib ishlaymiz, tarqitamiz. Endi bu yerda eng muhim bir masala kelib chiqadi. Agar mushu suratga ilishga to'g'ri kelgan vaqtda sizlarning shu vakolatchilarga qo'ydigan talabinglar qanday? Ondan keyin mukofotinglar nima? Biz bu jihatda 1 millionlik mal sotaliga vakolatchilarimizga 100 ming yuan atrofida sovg'at tayyorlab beramiz. Qanchalik vaqtdan ichida setib bo'lish kerak? Bir faslda 1 millionlik mal sota olsa, bir fasl 3 oy, 3 oyning ichida 1 millionlik mal setib chiqara olgan vakolatchiga 100 ming yuan qimmatidagi sovg'at bersizlar shundaqmi? Sovg'atning nimaligini sizlarning o'zinglarning mahsulotinglarni beramsizlar yoki boshqa sovg'atlarmi? Ya shu bizning vakolatchilar o'zi nimani tanlasa, naqd pul olsa-mi, boshqa mashina bir narsa olsa-mi, o'zining tanlashiga qo'yib 100 ming yuan qimmatida sovg'at beramiz. Ha, naqd pul olsin bo'ldi shundaqmi? Qiziqdinglarmi? Qiziqdinglarmi? Qatnashamsizlar? Sizlarchi? Bu narsani ensirab ketmanglar. Sizlar mana shunda bir mukofotdan degan vaqtingizda men qila olamdim deb shunda esirayotgansizlar. Pardani oqisi kelib to'rtanglar birlashib olmamsizlar deyman. G'ayrat qilinglarmisa? Buning soni cheklanamdi rost. Soni cheklanmaydi.
Endi bular tüttün bir bu biliplam qilavermaylikmi? Mayli shu satalasa gapimiz gap. Voy, kiminglar bu yil bir guruhdan bo'lib olsanglar bo'g'dak sizlarmi? Yaxshi fursat kutib turibdi sizlarni. G'ayrat qilinglarmi? Allohga tuhmat qilamiz. Endi texmi suyimlik bir bosqichga keldik. U bo'lsa-mu korxonchilarning jamiyatga qilib beradigan amaliy ishi. Undaqda bugun Xinjiang biotip sog'lomlik boshqarish shirkati jamiyatga qandaq amaliy ish qilib bermoqchi. Albatta korxonchilarimizmi davlatimizning yaxshi siyosatlarining natijasida, har xil qo'llashlarning natijasida yaxshi bir iglik tiklig'ichi korxonchi bo'lib qad ko'tarib turyapti. Demak, korxonchilarning taraqqiyotida, ularning iglik tiklishida natija yaratishida partiya hukumatining yaxshi siyosati bor, jamiyatimizning illiqligi bor. Shunday bo'lganligi uchun korxonchilarimizning o'zlariningki ulug' vatanimizdan, partiya hukumatidan, illiq jamiyatdan olgan mehr muhabbatini jamiyatga qaytarish majburiyati bor deb qaraymiz. Shunday bo'lganligi uchun bizningki programmamizning eng illiq halqasi mana shu korxonchilarning jamiyatga amaliy ish qilib berish bosqichi. Undaqda sizni xush xabar anglaylik. Biz mushu yaqinda mushu Abu Bakr bilan maslahatlashib, hozir setishni tutug'liq bizning shirkat. O'zimizning ishlab chiqargan mahsuloti bilan boshqa shirkatlarning ishlab chiqargan mahsulotini yig'inchoqlab setishni tutug'liq. Endi shuningda endi bir zavod o'ylashug'liq hozir bizcha. Zavod qurmoqchisizlar. Zavod qurib, shu ish kutib turganlarga bir yaxshi ish o'rni hozirlab berishni. Ne yaxshi. İlgirki vaqtlarda rahmat. İlgirki vaqtlarda sizlar setishni asosli tutgan tanlashlarmi? Buni ishlab chiqarishni muhim ish qatorida tutmoqchi bo'libsizlarda. Demak, sizlar ishlab chiqarishni tutsizlar degan gap zavod bo'lish kerak. Zavod bo'ldi ekan, uningda ishlaydigan odam bo'ldi. Uningga Abdulrahimimizning arkadaşlardan har millatdan bo'lgan kishilarga xizmat o'rni ta'minlaysizlar degan gapda bu rost xush xabarga alqishlaymiz. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamiz jarayonida balkim sizlarmi biz bilan birlikda kuldinglar, biz bilan birlikda hayajonlandinglar, g'ayratga to'ldinglar, biz bilan birlikda umidga, ishonchga to'ldinglar deb qaraymiz. Bizning maqsadimizmi ham shu. Programmamizning oxirida men bundaq bir so'zni sizlarga sovg'a qilaman. Ko'ngli ko'ksingiz qancha kangri bo'lsa, shuncha yiroqqa mang'alaysiz. Faqat chidamchanlik bilan oxirgacha yurgandilar, ondan o'zingizni o'ylab baxmagan arliqqa yugura olasiz. Yu Min Hong. Qadrli ko'rman do'stlar, bizning bugungi Savdo Chambirgi programmamiz mush yerda oyoqlashdi. Kelarkisan Savdo Chambirgi programmamizda xalqimiz sevgan umoq sevimli riyosatchimiz Gulshan Mamattursun yanala sizlarga xizmatda bo'ladi. Kelarkisan programmamiz sizlarni kutadi. Xayr xo'sh.